Optim birinchi qo'lga kelganmiz. 100 kvadratdan tortib 5000 kvadratgacha. 10000 kvadrat. Ha, 10000 kvadratgacha. Xohlasa, hattoki zapchaslarini ham birinchi qo'ldan zavoddan olib kelinadi do'stlar. Arzonchi variant, tashqarida turadigan variant. Yo, menga akkuratlik qilib bunaqalari kerak desiz, buni Seyli misol 10 etajli bog'changiz bo'ladimi, maktabingiz bo'ladimi, undan tashqari ishlab chiqarish binoyingiz bo'ladimi, ularga ham yetkazib beraveramiz. 1000 so'mlik rasxod qildi kuniga. 3 oy mobaynida 2 million 700 ming so'mlik ko'mir yoqdi. Neklari, miyalari, o'sha motor rediklarini komplekt qilib keyingi kelib bitta video olishingizga tayyor qilib qo'yamiz. Eshiklari ham o'rnagan bo'ladi. Keyin mana ish sifatiga bitta mana shu yaqindan baho bering. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Optim bazasiga kelganmiz do'stlar. Birinchi qo'lda eng qiziqarli tomoni do'stlar, Optim joyidan zapchaslarini olib kelib, Optim narxlarda birin-ketin ma'lumotlarni berganmiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisak qilsizlar. Videomizni boshladik. Aqlli katel olmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz uchun Optim birinchi qo'lga kelganmiz. Birin-ketin ma'lumot beramiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisak qilsizlar. Dono olagan ham kelaversin, Optim olagan ham kelaversin. Xudo xolasa kelishilgan holatda. Assalomu alaykum. Va alaykum Charchamas, sog'lomsiz aka, tinchsiz aka. Xudoga shukr, rahmat aka. Birin-ketin ma'lumotini bersa juda ham xursand bo'lardik. Xudo xolasa Optim oxirgi narxlarda aytsak, nima deysiz? Xudo xolasa inshaalloh qo'ldan kelgancha xalqimizga manfaatli qilib narx chiqarganmiz. Inshaalloh. Xudo xolasa birinchi katyolimizdan boshlasak, o'zi umuman aytadigan bo'lsak, bitta juda ham ko'p aytaylik, 100 kvadratdan tortib 5000 kvadratgacha. 10000 kvadrat. Ha, 10000 kvadratgacha. Gap yo'q. Ashuna adashib ketib qolsam, to'g'rilab ketasiz aka. Bo'ldi-ku. Xo'p, jaydari olamiz do'stlar, sexni o'zida biz ko'rishlari mumkin. Birinchi qo'l xudo xolasa, birinchisidan boshlasak. Birinchisi pol avtomatmi? Pol avtomat, verxniy garaniya deyiladi bu. Islombek xudo xolasa listlari to'rtli listda bo'lgan. Aha. Xo'p, garantiya servislari bor. Alohida bunga to'xtalib o'tamiz. 4 yil garantiya, 2 yil servis xizmati O'zbekistonda qaysi chekkasida bo'lishidan qat'iy nazar. Bir xilgila 1 yilga garantiya beryapsizlar, 4 yilga garantiya beryapsizlar. Qaranglar. Ko'rishlaring mumkin, stenasi qalin va O'zbekiston list bas do'stlar, e'tibor berib qo'yasizlar. Ya'ni bu hozir boshqa joydagi, rossiyskimi? Listlarimiz Rossiyadan keladi, maxsus bu garячий list deyiladi. O'shaning uchun garantiyasini ham uzoq muddatga beramiz, xudo xolasa. Hattoki zapchaslarini ham birinchi qo'ldan zavoddan olib kelinadi, do'stlar. Xudo xolasa. Xo'p, bunisi eshik qo'yilmagan varianti. Eshik qo'yilmagan varianti, xolasangiz mana qo'yib ham berishadi. Bu qo'yilmagan, qo'yib beriladi, xudo xolasa. Hozir eshiklari kraska jarayonida, bizning kraskamiz parashka bo'lgani sababli jicha uzoq vaqt qo'lishi edi, o'shaning hisobiga mana eshiklarni ko'rsatib o'tamiz. Eshiklari Islombek to'xtalib o'taylik, mana shu qismlariga ham ligirovka bo'ladi. Ligirovka bo'ladi. Yildan yilga ishlaganning hisobiga bu azbislari cho'kib borganda buni ligirovka qilib, o'ziga moslab ligirovka qilib olsa bo'ladi. Bir xilgila svarka urib qo'yadi, bitta mana hattoki bu yerlarni ham ko'rishlaring mumkin, tepa pastga qilib imkoniyati bor. Xo'p, bu atrashatili bo'ladi. Mana xudo xolasa ichki qismlarini ham olib ko'rsating. Bitta ko'rib olaverasizlar do'stlar, akkuratni qilingan ko'rishlaring mumkin. Anaqa nimalari yo'q, xudo xolasa, ishib qo'ygan joylari yo'q, xudo xolasa. Xo'p, endi bu hali arzonchi variant, tashqarida turadigan variant. Yo, menga akkuratlik qilib bunaqalari kerak desiz, bunaqa variantlari ham bor. Xohlasangiz bunisidan ham olishingiz mumkin, xohlasangiz bunaqa variantini ham. Tanlov o'zingizda, narx-navosi o'zgaradi xolos, xudo xolasa. Xo'p, birinchi buni narxini aytadigan bo'lsak, narx qancha? Xo'p, bunimiz pol avtomat varianti, ashibkali varianti bo'ladi. Ashibkalari ham bazal stigravata bilan ashibka qilingan. Tashqi muhitga moslangan, tashqariga qo'yishsa ham kraskalari o'chib ketmaydi. Uzoq yil xizmat qilaveradi. Xo'p, bunimiz 12 million so'm chiqadi. Dastavkasi alohida O'zbekiston bo'ylab. Kelishilgan holatda. Dastavkasini qilib beramiz, kelishilgan holatda. Bizda keyin Islomga bitta narsaga to'xtalib o'taylik. Hattoki mana bu kabellarini ham, misol atrofda endi birovning ishini yomonlash boshqa emas, 1-2 simlarni qo'yishyapti. Biz 1,5, 2,5 sim qo'yamiz. Nimaga? Bu simlardan ham misol ertaga bateriya bo'lmasin, uzilish bo'lmasin, xalqimiz qiynalmasin. Asosan qishki sovuq kunlarida juda ko'pchilikdan eshityapmiz. Endi servis o'rtacha bizga ham telefon qilishadi, servislaring qanaqa? Biz odamlarni o'ylagan holatda 1 kun ichida hal qilib beramiz, O'zbekistonning qaysi chekkasida bo'lsa ham. Vo. Gap yo'q do'stlar, qaranglar. Servislari bilan billa bo'ladigan bo'lsa, mana shu apparatlari qanaqa degan obunachilarimiz bitta orqalarini bitta ko'rsatib qo'ysaman. Nima deysiz? Mana orqa ko'rinishlari ham ko'rishlari mumkin. Akkuratni ishlar qilingan, xudo xolasa.
Eng qiziqarli tomoni, boya gaplashib turganimizda akalarimiz aytishdiki, xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha ishimizni solishtiraverasizlar. Даже ko'rib ketib, yana qaytib kelib olib ketishyapti deyilyapti. Nima sababdan aka? Endi biz asosan sifatiga, ishtalik, объемga uncha baho bermaymiz. Asosan sifatga qaraymiz. Nimaga? Sifat, ertaga biz servis garantiyasini beryapmiz. Ertaga misol oradan 1 yil o'tib, 2 yil o'tib, klientlarimiz hali bizdan norozi bo'lib qolishmasin. O'sha berilgan muddat garantiya undan oshig'iga ham xudo xolasa bemalol ishlab beradi. Uzoq muddat misol har yili yo'q har 4 yil, har 5 yilda 10 million, 15 million pul sarflab katyol olishmaydi. Inshaalloh. Uzoq yil misol 10 yil, 15 yil xizmatini qilaveradi. Xudo xolasa. Buni yo'l yo'riqlarini beramiz. Bularimiz 150 kvadratga moslangan. 150 kvadrat. Bularimiz 150 kvadratga moslangan bez ошибка varianti. Xo'p, bularimiz 200 kvadratga moslangan, bular ошибкали varianti. Hozir imina buna holatda bunisini ham qilib beriladi. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Bu azbizlarga ham e'tibor berasiz. Biz misol mana azbizlarni kesib, yo o'rtasidan bo'lib, ikkiga bo'lib, yupqa qilib tiqmaymiz. Imkon qadar mana qalin qilib tiqamiz. Kelajakda boya yopayotganda ham bosayotganda qiynaldim lekin. Ligirovka qilayotganda ham zo'r bo'lishi uchun. Xo'p, buni narxi qanaqa? Xo'p, bularimiz 150 kvadrat bez ошибка variantimiz 8,5 million so'm chiqadi. 8,5 million. 8,5 million so'm chiqadi. Endi qarang aka, 8,5 million, 8 million atrofida boshlanib, necha pulgacha ketadi? Xo'p, 100 milliongacha bor bizda. 100 milliongacha. Xo'p, 100 kvadratdan 10 ming kvadratgacha qanaqa объемda bo'lishidan qat'iy nazar bitta seyli misol 10 etajli bog'changiz bo'ladimi, maktabingiz bo'ladimi, undan tashqari ishlab chiqarish binoyingiz bo'ladimi, ularga ham yetkazib beraveramiz. Inshaalloh. Qaranglar do'stlar, bizda mana boshqacha avtomat variantlari bor. Bular avtomatimiz aqlli miyalari endi xudo xolasa hozir tugab qolgan Xitoydan kelyapti. Xitoydan birinchi qo'ldan keladi. Xitoydan zavoddan primoy keladi. Motor reduktorlari ham garantiyali, miyalari ham garantiyali, Wi-Fi da ham ishlaydi. Dunyoni qaysi chekkasidan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ko'mir solib turadigan uyda bitta odam bo'lsa, ko'mirni solib tursa, yoqib o'chirishi, upravleniyasini ko'mir deganingizga do'stlar, mana misol uchun bunga ko'mir обязательно yoqiladi. Tavsiya berilgani O'zbekiston bilan, Qozoq bilan Qirg'izda tavsiya beriladi. To'liqda bel olma ko'mirlarini, bu ham ko'mir 100% ko'mir yoqmaydi, arashga hoka yoqadi. Aralash elanmaganini olsa, hozirgi kunda yozgi kunda 5 so'm 600 so'mdan olishadi. Inshaalloh. Qishga borganda 1200 so'm, 1400 so'mga ko'tarilib ketadi. Misol o'tgan yili bu variantlarimizdan juda ko'p sotdi, yana orqaga qaytaylikda mana bu bez ошибка variantimizdan 7 xona uyda mana shu 150 kvadratligimiz 7 xona uyga 26-27 kilo kunlik rasxod qildi sutkasiga. Hozir men o'zim ham hayron qolyapman. Boya bolalar aytdiki, ya'ni 15 mingmi 18 ming kuniga rasxod qildi deb eshitdim. 18 ming so'mlik rasxod qildi kuniga. 3 oy mobaynida 2 million 700 ming so'mlik ko'mir yoqibdilar. Voy, to'g'risi bor-ku, gapirishmasu, lekin men oyiga adashmasam normalniy summa gaz doziga sarflab berdim. Aqlli katyol bir yil inshaalloh qo'yaman o'zim ham. O'shaning uchun qiziqib, optim narxidan mana xudo xolasa eng qiziqarli tomoni, xudo xolasa uka reklama qilgan chiroyli narxlarda qilib beramiz deganlar uchun keldik. Xudo xolasa inshaalloh akalarimiz bilan kelishib qoldik, ya'ni ambasadorlikda olyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh mana shu birinchi video, ikkinchi videodan yana ham kelishib, xudo xolasa sizlarga yana ham batafsil ma'lumotlar beriladi, xudo xolasa. Xo'p, qaranglar do'stlar, bu sensor ne deyishadimi odatda? Bu avtomat varianti. Avtomat variant. Hali bunkerlari yasalish jarayonida, shinaklari, miyalari, o'sha motor reduktorlarini komplekt qilib, keyingi kelib bitta video olishingizga tayyor qilib qo'yamiz. Eshiklari ham o'rnagan bo'ladi. Keyin mana ish sifatiga bitta mana shu yaqindan baho bering. Mana do'stlar. Sifatini o'zi ko'rgan bilganlar biladi. Mana ichlarini bitta ko'rsating, Islombek. Inshaalloh, bu yerlari ham shumka variantda do'stlar, e'tibor berib qo'yasizlar. Keyin biz hali yupqa list, nima desam bo'ladi, hali misol profnasli listlar bor, patolog qilishadi. Bunaqa listlarni ошибка qilmaymiz. Qana eng kami 1-2, 1-4 listlarni ошибка qilamiz. Mana bu kak zavod bo'lgan, xudo xolasa. Stampovka deydi nima odatda. Samareza qatirilmagan. Samareza qatirilmagan. Keyin Islombek bizniki Yevropa standartlari bo'yicha ishlab chiqariladi. Yevropa standartlariga ham javob beraveradi bu. Inshaalloh. Xolasa optimchi akalar bo'lgan bo'lsa, Yevropaga olib borib sotaman desa ham berilaveradi. Xudo xolasa qilib berilaveradi inshaalloh. Anu narxini aytib o'tib ketmadik-da. Mana shu narxini aytib o'tib ketsak. Xo'p,
Bu avtomat variantimiz Islombek eng kichkinasi bizda hozir 200-250 kvadratga bor. Shulari $1300 chiqadi. 1300. Yana ham keyin kelishingizga narxlarni bitta hisoblab, xalqimizga manfaatli qilib, yana ham arzonlatib beramiz. Inshaalloh do'stlar, qaranglar do'stlar, inshaalloh menimcha patoy yaxshi bo'ladi. Demoqchimanki, xudo xolasa, nima deydi? Hech qancha qo'yilgani yo'q ekan, xudo xolasa, yo'lida qilib kelishtirib beriladi. 10% ga ish qilyapmiz, xudo xolasa Islombek. Mana atrashatorlarni ham bitta ko'ring. Mana ichlariga bitta baho bering, xudo xolasa ishlayapti. Eng tubigacha kraska sepilgan. Nimaga uzoq yil muddat xizmat qilsa, mana hali bunaqa nimalari qo'yilmagan. Endi bularga ham o'zgartirish kiritamiz. Mana maytlardan bitta olsangiz, stiglavatalar bilan basaltlar bilan turtki qilib ashka qilingan. Hali ish tugagan yo'q buni. Do'stlar, xudo xolasa, optim joydan, optim narxda oxirgi narxlar qo'yilyapti. Bugun kunga mabodo keyingi hafta yoki keyingi oy arzonroq material kelsa o'ynashligi mumkin. Shu tomonni ham e'tiborga olib qo'yinglar do'stlar. Kelayotgan mahsulotga qarab narxi o'zgaraveradi, yo arzonlaydi, yo oshadi. Bizda unaqa kattalik oshirib yuborish, nima deydi, hali 5 qo'lni tiqib olmaymiz. Xudo xolasa xalqimizga manfaatli qilib, nimaga hozir gazni narxi qimmat bo'lib ketdi, svetni narxi qimmat bo'lib ketdi. Xalqimiz shundan bizdan misol duo qilib ishlatsin degan maqsadda, mana shu manfaatli bo'lsin xalqimizga degan maqsadda o'zimizda mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana hamma detali o'zimizda, mana misol lazerimiz bor, gibkamiz bor. Bundan tashqari drabilka chiqaradigan seximiz ham bor. Xudo xolasa yo'nalishlar ko'p. Xalqimizga yaqinda manfaatli, chiroyli yo'nalishlar qilamiz. Xudo xolasa. Mana bularning bitta ishlarini ko'rsatib. Mana hali tayyor bo'lgan yo'q, 100% eshiklari turibdi. Misol, mana hali ana ko'rdilaringmi? Ha, hali bu o'rnamagan janob. Mana bu sizga bitta ko'rgazmaga qilib berildi. Mana qaranglar, legrovka qilingan joylarigacha bor. Mana bu tomondan ham ko'rsatsam, yonida mundaylik kusoygan bor. O'sha kusoyda legrovka qilish imkoniyati bor. Keyin bizda mana bitta bu ochig'ini ko'raylik-da, Islombek. 10 ta bitta tayyori bor. Xo'p, bular narxi qanaqa degan obunachilarimiz uchun, ko'paygan degan obunachilarimiz uchun boshidagi narxdaqa do'stlar. Kvadratga qarab oshaveradi narxi, 500 ming 1 milliondan qo'shilaveradi. Eng qulayli taraflari mana Islombek, tozalashga qulay. Xudo xolasa bu imkon qadar verniy gareniyani qulay tomoni. Nijniy gareniyadan verniy gareniya qulay tomoni tevadan yonib tushgani hisobiga o'zida kul saqlamaydi. Kuli mana shu orqada o'zini bunkeri bor. 10 kunda, 15 kunda bir tozalab bersa bo'laveradi. Mana tevadan ham bitta ko'rsatib o'taylik. Ha, bu yerda ham yopiladimi? Ha, hamma tomonlama qulaylik qilganmiz. Bu turbalarga to'plangan kullarni tozalasa bo'ladi. Mana bu atrajatili bor, mana orqasiga to'plangan kullarni tozalasa bo'ladi. Keyin tayida undan tashqari o'zini havo nimasi bor. Mana shu kul oladigan joy bor. 10 kunda, 15 kunda bir tozalanadi. Eng qulayli tarafi shu. Misol bu nijniy gareniyani verniy gareniya kotelni qulayligi o'sha ko'mir tevadan yonib tushgani hisobiga ko'miringizdan отход chiqmaydi umuman. Umuman отход chiqmaydi ko'mirdan. Misol tosh ko'mir bo'lsa ham yoqib yuboradi. Tosh ko'mir bo'lsa ham yoqib yuboradi. Yoqib yuboradi. Nimaga? Pastdan hali yonib chiqqan misol nijniy gareniya kotel pastdan yonib chiqqan hisobiga tevadan siz qop-qop ko'mirni tashaverasiz. Dippati bosilganida o'tni yonishi ham qiyinlashib qoladi, havo yo'llari ham to'silib qoladi. Shungacha xalqimiz qiynalyapti. Misol, yo'q, men erinmayman. Arzonroq variantlari ham bor. Yo'q, men erinmayman. Kech payt qishki kunida sovuqda soat 2 da 3 da turib chiqib qaraveraman. Bir qator kulini ko'lab qo'yaveraman deydigan klientlar bo'lsa, arzonroq variantlarni ham chiqarib beraveraman. Bunga misol soat 5 da, kechki asr mahal 5 da bitta zapravka qildingiz. Zapravkani qilib o'tni yoqdingiz. O'tni yoqqaningizdan keyin ertasi kuni soat 6 da kirib xabar olasiz. Ha, 12 soatda. 24 soat. Ha, 24 soat. 24 soat, 25 soatga xudo xolasa yetadi. Endi qarang, takomillashib ketyapti. Misol uchun aytaylik, odamlarimiz injiq va erinchoq bo'lib ketyapti. Zamon rivojlangan sari. Demoqchimanki, misol bir xilgi kotellar ko'ryapmiz, kulda nimasi alohida. Aytaylik, bunkeri alohida. Bizda ham shunaqa imkoniyat bormi? Bor mana. Mana mashina avtomat varianti, mana orqada ko'rsatib o'ting. Ha, hali. Mana bunkerga joyini qilib qo'yilgan. Endi bunkerlari ham bitgan. Buni endi motorini, reduktorini kutyapmiz. Biz nimaga O'zbekistondan olmaymiz? O'zbekistondan oladigan bo'lsak, misol Xitoydan 100-150 dollar keladigan narsa bizda 250-300 dollarga bitadi. O'shaning uchun O'zbekistondan olmaymiz, primo Xitoydan olib kelamiz. Miyasi ham misol atrofda 250 dollar, 300 dollar sotilayotgan bo'lsa, bizga undan ancha arzon keladi. Nimaga? Birinchi qo'l zavodda o'zidan keladi. O'shaning uchun endi hali birovning ishini yomonlash, birovning ishini maqtash boshqa emas. Biz o'zimiz ishimizga javob beramiz. Xudo xolasa kelishib tomonlama javob beraveramiz. Garantiya servislarni ham vaqtida qilib beramiz. Inshaalloh do'stlar, qaranglar, garantiyani akam 4 yil ko'proq aytib yordilar.
Inshaalloh, endi nima demoqchiman? Avvalo uverinligi uchun 4 yil garantiya aytib bir xilga odamlar 1 yil garantiya aytyapti. Servisini vaziyatga qarab boramiz deyishyapti. Xudo xolasa, inshaalloh. Keyin yana bitta narsaga to'xtalib o'taylik. Bularni misol bitib chiqqandan keyin bitta suv quyib tekshiriladi-da, Islombek. Tekshirilgan jarayoni bizda hali bir xilga odamlarga gapirdik, ular bilan tortishib ketib, hali orada bir ishlarni ham ko'rgani bordik, ular ham bizni eshitib ko'rgani keldi. Bizda suv to'ldirilgandan keyin patolog eng minimum 4 ballda tekshiriladi havo. Bo'lmasa 6 gacha uramiz. 6 gacha urib, 6 atmosfera havo uramiz. Havo uriladi, Shuning uchun, shuni sifatini misol 6 davleniyada tekshirganimiz uchun ko'pchilik aytadi, misol negativ ham bor. 4 dan keyin 5, 6 da otib yuboradi katyol. Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q. Biz shu narsaga alohida e'tibor berganmiz. Shu narsa bizni sinovimizdan o'tsa, keyin sotuvga chiqadi. Hammasi xudo xolasa garantiyadan o'tadi. Sinovdan o'tib, garantiya o'shaning uchun beriladi sizlarga. Gap yo'q. Kimda kim qiziqsa do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Kadr uzilishining sababi havo issiqligiga do'stlar. Mana shu nima deydi? Telefonimiz qizib ketib qolib, uzilib qoldi kadr. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Inshaalloh Optimga ham kelishlaveradi, Donaga ham kelishlaveradi. Pastda raqamdan qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsangiz, qo'shimcha ma'lumotlarni batafsil gaplashilaveradi xudo xolasa. Ya'ni havo issiq deganingiz esmi? Bu yozda rosa issig'ini oladi o'ziga. Qishda xuddi shunday issig'i beradi keyin odamlarga. Inshaalloh, xudo xolasa. Kimda kim qiziqsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveringlar. Yana qo'shimcha ma'lumotlarga gaplashilaveradi. Sizga ham kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Alloh rozi bo'lsin. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.